Jaloliddin Rumiyni Masnaviy ma'naviy degan asarlari bor. O'sha Masnaviydan kelgan rivoyatlar, Masnaviydagi voqeliklar sharh bilan tushuntirib berilgan. Bittasini aytib beraman, u sizga kerak. Ayozning farosati. Eslab qoling. Sulton Mahmud o'sha davrning podshosi atrofida beklari bilan o'tirgan edi. Beklardan biri bemalolroq gapirar Sulton Mahmudga. Sultonim, nimaga ayozga boshqalarga nisbatan 30 barobar ko'p oylik ish haqqi to'laysiz deb savol berib qoldi. Shunda Sulton Mahmud jim bo'ldilar, javob bermadilar savol. Qaytib hech kim so'ramadi. Oradan 2-3 hafta o'tgandan keyin Sulton Mahmud 30 nafar o'sha yerda o'tirgan beklarini olib ovga chiqdilar. Ov qilib yurishibdi. Uzoqdan bir karvon ko'rindi. Keyin bir bekka aytdilar: "Siz borib bilingchi, bu karvon qayerdan kelyapti?" Bek shu otni chopqilab ketdi, bordi. Tez qaytib keldi shoshib. "Qayerdan kelayotgan ekan?" dedi. "Raydan kelayotgan ekan." Ray degan shahar. Ha dedi, "Qayerga borayotgan ekan?" deb jim bo'lib qoldi. Buyog'ini so'ramagan. Ikkinchi bekni yubordi. Boshqasini yubordi. "Borgin" dedi. Bilib kelguncha qayerga borayotgan ekan. U ham shu shoshib bordi, qaytib keldi. "Yamanga borayotgan ekan" dedi. "Ha" dedi. "Raydan qachon chiqqan ekan?" dedi. Buni so'ramagan. Uchinchisini yubordi. "Ha, Raydan shu muddatga chiqqan ekan" dedi. "Nima karvon nima maqsadda Raydan Yamanga borayotgan ekan" dedi. Bilmaydi, so'ramadi. Shunday qilib 4-5 tasini shunaqa savollar bilan yubordi. Shu o'ziga berilgan savolni bajarib kelyapti. Endi kuzatib turinglar dedi-da, Ayoz degan xizmatkorni chaqirdi. "Ayoz" dedi, "borib bilib kelginchi" dedi. "Bu karvon qayerdan kelyapti" dedi. Birinchi savolni berdi. "Ayoz bilasizmi nima" dedi. Ayoz aytdi. "Sultonim, mabodo siz shu savolni berib qolishingiz mumkin deya, karvon ko'ringan zahoti men borib aniqlab kelgan edim. Karvon Raydan Yamanga boryapti. 3 hafta oldin yo'lga chiqqan ekan. Karvonda Rayning kosalari bor. Ular savdogarlar o'sha Rayning kosalarini Yamanga olib borib sotish uchun olib boryapti. Ya'ni 30 ta bek bir martadan borib kelib aniqlagan hamma savol-javoblarni Ayoz bir borganda hammasini aniqlab olgan. Keyin beklarga aytdi Sulton Mahmud: "Endi bildingizmi? Nimaga men Ayozga 30 kishining oyligini beraman? 30 tangiz bittadan masalani hal qilib kelganingizda bu bir o'zi borib hammasini hal qilgan. Ya'ni buni nomini avval ham gapirganman men. Farosat deydi. Ayozning farosatining qissadan hissasi shuki, inson shoshqaloq bo'lmasi kerak. Inson idrokli bo'lishi kerak. Insonga bir topshiriq bersa, butun boshli bajarish kerak. Oldindan bajarish kerak bu. Men rahmatli otam shunday turib o'tsak, bir joyga yursak, agar piyola turgan bo'lsa, shuni olib qo'yib, keyin o'tib ketmasak, urishardilar. Masal otada kech tug'ilganman. Men nimaga yoyardim? Endi otamning yoshlari o'tibdi-da, injiq bo'lib qolibdilar-da. Shu piyolani olib qo'ydim, nima olib qo'ymadim, nima o'tib ketyapman-ku deb bir ko'nglimdan o'tkazardim. Endi bilsam masala boshqa joyda ekan. Ya'ni shunga e'tiborsizlik erta katta ishlarga e'tiborsizlik olib kelar ekan. Keyin katta narsalarni ham ko'zingiz ko'rmas ekan. Ishda xatolar qilaverar ekansiz. Katta xavflarni ko'rmaysiz keyin. To'siqlarni ko'rmaysiz keyin. Ya'ni farosat shunga yarasha bo'lib qoladi.